shunchaki просто narkomanlardek yaxshi ko'raman. Misol uchun mazza qiladigan joylarim bo'ladi-da, ertalab har kuni turganimda kamida 3 ta yoki 4 ta ayol tug'ilganligi to'g'risida chaqaloqlarni rasmlarini rahmatlar aytib yozgan bo'ladi. Endi ular soni juda ko'p. Bu tug'ilganlarini aytmayman-da. Tug'ilganlari shunaqa bo'ladi. Ko'rib rosa xursand bo'laman. Gulnoz opam zo'rladi degan shu gaplarni yaxshi ko'raman, homiladorlar bor. Zo'rladi. Keyin zo'r tushuntirib berasiz. Hech kim sizdek ko'p uzoq ko'rib, gapirib, tushuntirib bermaydi. Astoydil tushuntirasiz deydi. O'sha uchun homiladorlar menda sarafanli radio zo'r ishlaydi. Bir-biridan eshitib kelishlar. Menda ijtimoiy tarmoqdan ham ko'ra sarafanli radiom zo'r ishlaydi. Ya'ni ayollar bir-biridan eshitib keladi. Shu joy zo'r. Bir marta kelgan ayol ishoning kamida 7-8 marta keladi. Aytdim, mana blog yurg'izishdan maqsadi asosan o'sha homiladorlarni va barcha ayollarni to'g'ri olib borish. Ya'ni ko'pchilik keladi, Instagramdan gap eshitib oladi, o'sha ijtimoiy tarmoqlardan gaplarni eshitib oladi-da, o'sha narsani o'zida qo'llab ko'rishga harakat qiladi. Uni ichida to'g'risi ham bor, noto'g'risi ham bor. O'sha narsalarga oydinlik kirgizib, homiladorlarga va barcha ayollarga yechim berish va o'sha narsani oldin vaqtli aniqlash va o'shani vaqtli aniqlab o'sha narsadan qutqarib qolishga qaratilgan. O'sha uchun mana shu blogimni yaratganman. Ishimda mana shu joydachi mazza qilib yuboraman-da, yoki kimdir siz mana shuni qilib aytdingiz, siz aytgandek bo'ldi deydi. Mana shu narsa joylarida mazza qilib yuboraman. Ayollarni o'sha ko'rsam, xursandligini ko'rsam, hammasini niyatiga yetganlarini ko'rsam, bu mazza-da, buni so'z bilan ta'riflab berib bo'lmaydi. Men ishimda asosan maqsad pul topishga qaratilmagan. To'g'ri, hamma narsani tagida iqtisodiyot yotadi, lekin hamma narsani iqtisodiyot keladi. Dam olmasdan ba'zi payti ishlab tashlayveraman, lekin ana shu payt o'zimdan xafa bo'lib qolaman. Organizmimni hurmat qilmay qolgan joyim ham bo'ladi ba'zi paytda. Chunki endokrinologlik uchun vaqtim kamda. Endokrinolog konsultatsiyalar beraman, ko'p beraman, bilasizlar. Lekin uni nima deydi, faqat endokrinologiyaga o'tib ketib qolsam, vaqtim kamayib qoladi. Chunki konsultatsiya kamida har bitta odam bilan 1 soatgacha vaqt talab qiladi. Uni o'lchashingiz kerak, ko'rishingiz kerak, yozishingiz kerak, anamnez yig'ishingiz kerak, suhbat o'tkazishingiz kerak, qon tahlillarini bittalab har bitta kriteriyasini ko'rib chiqishingiz kerak. O'sha uchun endokrinologik konsultatsiyalarim bor va ular maxsus vaqtga, alohida vaqtimga chaqiraman ularni. Endokrinologiya bo'yicha rezultatlaringiz bormi? Конечно, juda ko'p. Endokrinologiya bo'yicha men qalqonsimon bezdagi tugunlar bo'yicha ilmiy ish qilganman. Shu rezultatim ko'p. Aytib nima qilaman deydi. Hamma narsani aytib bo'lmaydi. Hozir ko'rsanglar men maqtanchoq ekan deysizlar. Yo'q, unaqa emas. Hamma narsani aytib bo'lmaydi. Hamma narsa endi men deb bo'lmaydi-ku. Odamlarni o'zi baho berish kerak sizga, o'zi otsev berish kerak, o'zi aytish kerak. Ikkita olaman, qolganini olmayman. Chunki ikkitani bilasiz, har bitta qilgan ishim yurakdan qilaman-da. O'sha uchun vaqt ketib qoladi, vaqt chegaralangan bo'ladi. O'sha uchun ikkita odamga zo'r qilib tushuntirib gapirib beraman. Ikkita dona olaman, undan ko'p ola olmayman. Shunaqa.